Hamma salom do'stlar, men atim Kompot. Yangi joyga xush kelibsizlar do'stlar. Bugun biz nima qilamiz, lekin bilmadim nima qilishimizni. Balkim men hozir bog'larimni sug'orishga ketamanmi yoki shaxtaga boramanmi yoki mazza qilib dam olamanmi bilmadim. Kompot. Qo'rqitding, o'xshoqatdan paydo bo'lib qolding, qo'rqitdim men unaqa. Kompot, juda ham katta bomba bo'lyapti. Bizani qishloqda jiddiy bomba bo'lyapti. O'zing chiqib o'zing ko'rasan. Nima bo'tgan ekan, qani ko'rlichi bo'lmasa, qanaqa, xullas men tez yuguraman, Kompot, o'zing ko'rasan, bizani qishloqda bo'tganda. Nima qani, nima bo'tdi, qishloqqa tushmadim. Kompot, bilmadim, o'changan tarelkamni o'yladingiz boshda, lekin boshqa narsaga o'xshayapti. Yashil tugamaga o'xshayapti, gigantskiy. To'xta, namchi qishloqli yig'ilgan nima bo'tdi, o'zi bo'tdi. Qattamnaqa paydo bo'lib qoldi qishloqda. Va Kompot, biz bilganimiz sani yo'qotmasding. Demak, men tekshirib ko'rishim uchun meni yo'qotdinglar, to'g'rimi? Endi Kompot, bor ko'rga tekshirib ko'rganmiz, qo'rqyapmiz, prosta sani yo'qotmasding. Kompot, davay ko'rganmiz, qo'rqyapmiz nimaligini. Uchinchi tarelkasi maslaga qaraqadir tugmaga o'xshayaptimi? Tugma deysizlarmi? Shunaqa hozir to'xtinglarchi, borib ko'ramiz, mayli. Rostdan ham do'stlar, qanaqadir katta gigantskiy yashil tugma, hech qanaqa o'chadigan tarelkaga o'xshamayapti. Nega qattamnaqa bizlarda qishloqda paydo bo'lib qoldi bo'lmasam. Prosta turibman, oqishoq meni uyg'otyapti, muammo paydo bo'ldi. Bizani qishloqda imamni qaranglar chiqsam. Qanaqa nima deyishim kerak hozir endi? Mayli qani ko'rib ko'ringlar, balkim tepasida nimadir ko'rinar. Chunki tepadan ko'rmasang bilmaysan deyishadi. Shuning uchun tepadan qarab ko'ramiz nimaligini. 300 tarelkasi yoki tugmami? Nima? Kim yuribdi ya'ni yerda? Tushunmadim. Nima millionermi? Uzoqdan yaxshi ko'rmayapti, lekin millionerga o'xshayapti do'stlar. Qani, tush millioner gaplashib olamiz. Qattamni paydo bo'lib qoldi. To'xtaylik, qishloqlar tepada kimdir yuribdi, millionerga o'xshaydimi? Shunaqa Kompot chaqirmamasam. To'xtaylik, chaqirdim. Millioner chaqol, millioner seni ko'rib qoldi. Meni ko'rib qoldinglarmi? Salom Kompot, salom qishloqlar. Va mana yana qishloqga daman. Millioner qattam paydo bo'lib qolding sen. Sen qildingmi shu tugmani endi? Men qildim. Men sizlarga challenge tayyorladim. Qanaqa challenge? Qopqonga o'xshayapti. Bu Griffer qopqonga o'xshayapti. Griffer bilan solishtirmagan kambag'allar, men axir millioner challenge'larni qilaman. Qachon men sizlarni aldaganman oxirgi marta. Va bu esa yashil gigantskiy tugma. Buni sizlar bosishinglar kerak. Agar bossanglar, pullar yog'iladi osmondan. Chumoslarmi, sizlar milliarder bo'lib ketasizlar. Agar bossanglar, lekin bosish juda ham qiyin bo'ladi. Qaranglar, sizlarga shunaqa challenge qildim men. Davay bo'lmasa xohlaylar bosinglar, xohlamaylar bosmanglar. Agar bossanglar millioner bo'lib ketasizlar, lekin bosish qiyin. Voh, Kompot millioner deydimi? Bo'ldi, Kompot, davay tezroq bosib ko'ramiz. To'xtaylik, qopqon bo'lsa-chi. Millioner qachon bizani oxiriyatda aldiga hech qachon aldamagan qo'msani millioner. Qarab yaxshi narsa qilgan millioner bizga Kompot, to'g'rimi? To'g'ri, lekin millioner bizani aldamaydi. Bo'pti, o'zingizga bosib ko'ringlar. Agar bossanglar millioner bo'lasiz, lekin bosish juda ham qiyin bo'ladi. Nima qiyin bo'ladi deyapti-ku axir bosish? Bilmadim Kompot, mayli bosib ko'rish kerak baribir. Davay ketdim Kompot. Hozir tepaga chiqib ko'ramiz, bo'lmasa mayli bosib ko'ramiz. Mana bosim kelyapti. Do'stlar, mana ko'rdinglarmi? Hozir men skladdan demezni olib chiqaman. Shu znaridan shu yoqqa chiqib olamiz. Vau do'stlar. Stop. Bilaman siz hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Meni maqsadim bo'lsa tezroq 1000 ta bo'lish. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videoyingizga like bosing va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak. Wow, millioner bo'lamiz Kompot. To'xtaylik, bos qiyin deyapti-ku hali. Mana sizlarga zino olib keldim. Oho, mana qaranglar, bo'ldi. Hozir chiqib ko'ramiz deb bosishga harakat qilib ko'ramiz. Mayli, zinolarim yetsa bo'ldi. Uchta, yo'q ham uchta. Kakraz yetarkan. Mana 6 ta bu yoqqa ham qo'yib yuborar. Davay qishloqlar chiqinglar bu yoqqa. Hammanglar chiqinglar. Ana bo'ldi. Davay, sakrab bosil. Ne bosilmayapti u, davay. Ne bosilmayapti, Kompot millioner bo'lib kelyapti. To'xtaylik, bos qiyin deyapti-ku. Bizani hajmimiz yetmayapti. Balkim billa bosib ko'ramiz bittada.
Davay bo'lmasa bittada bosib ko'ramiz. 1 2 3 deyman, bosib ko'ramiz. Davay kapon, shunday yaxshiroq bo'lsa kerak. 1 2 3 davay sakrayla. Davay sakra deylarmi? Ishtovani kapon. Obbo, ne sakralmayapti? Rostdan ham qiyin deyapti-ku sakrash. To'xtanglar, menda boshqa fikr bor. Qanaqa fikriga kapon? Yana sakraymizmi bittani? Yo, to'xtanglar. Balkim kapon, ko'p ovqat yeb olamiz, deshani sakraymiz, og'irroq qolyapmiz, просто hozir yengilyapmiz. Bu fikring o'xshamadi-yu, lekin yengilib o'tganimiz so'ra qaranglar, hamma qishloqlarni yig'ilib o'tdi. O'g'lim ne bo'tiribsizlar bu yoqqa kelinglar, eshitinglar yaxshilab. Hamma qishloqlarni yig'ilib bu yoqqa kelgan, hammanglar o'zinglar inventar bilan eng og'ir narsalarni olib kelinglar qishloqda. O'shanda bittada sakrab qo'yamiz. Hamma qishloqlarni yig'ib inventarga eng og'ir narsa. Bo'ldi kapon, tayyormiz biz. Davay bo'lmasa inventarda hamma narsa olib kelib qishloqlarni ham yig'inglar. Men bo'lmasam skladga ketdim. Yaxshi fikr chiqdi, lekin biz yengillik qilyapmiz, prosta. Mayli bo'lmasa skladdan hozir eng og'ir narsalar olaman, lekin o'zimga og'irlik bo'lmaydi. Qishloqlar boringlar u yoqqa. O'zimga og'irlik bo'lmaydi. Ay, belim yomon og'ir ekan. Ne og'ir narsa bo'ldi. O'zi qattamnaqa fikr chiqib qoldi menga. Mayli gantellar bor, shuncha pianino, nakovalna. Oho, namchi ko'psizlar bo'tdi. Qaqqa tursam bo'ladi endi. Ay belim, davay tezroq bo'linglar. Qana bo'ldi. Davay kapon, eng og'ir narsalar yig'dingmi? Eng og'ir narsalar yig'ib bo'ldi. Bo'lmasam sakriymizmi? Davay kapon, millioner bo'lishga tayyorman. Davay bo'lmasam sakriymiz. Hammanglar tayyormisizlar? Da kapon, biz tayyormiz, tayyormisan? Davay bo'lmasa sakraymiz. 1 2 3 ga. Davay 1 2 davay sakraylar. Davay. Mamani qaranglar. Vau, kapon, mamani qara, millioner bo'lamiz endi. Bosildim u tugma. Juda ham zo'r bo'ldi. Davay men ishlayman. Davay bu yoqqa kellaring pulla menga ham. 1-2 sekund shuncha stak pulla paydo bo'ldi. Vau, kapon, millioner bo'lamiz endi. Mamani qarang, pulni yo'qolyapti yorosdan ham. Pulladan yomg'ir bo'tdi do'stlar. Mana biz bekordan bekor buni bosganimiz yo'q. Voy do'stlar, millioner bizani aldamabdi. Rostdan bizga haqiqiy challenge tayyorlabdi. Qachon endi millioner keladi bizani tabriklashga? Hammaning indarim to'lib ketdi. Qaqqa sig'dirsam bo'ladi. Mana chap qo'limga ham sig'diraman, o'ng qo'limga ham. Kapon, millioner men ko'rishman. Yaxshi millioner bo'lsanglar, rostdan boy bo'lib ketdi. To'xtanglar. Hoppa, hozir qishloqqa kelaman. Hozir skladga borib kelishim kerak. Wow do'stlar, men qaranglar, uyimga ham borib kelishim kerak. Men buni qaqadir sig'dirishim kerak, qo'yib qo'yishim kerak. Sandiqlarimga. Yomg'ir yog'ilyapti. Rostdan pullardan juda ham zo'r bo'lyapti. Qattiq ishlayman o'zi, inventarimga sig'maydi bu pullar. Millionerga rahmat, bizani aldamabdi. Do'stlar, juda ham zo'r, молодец. Hammanglar yutdinglar, hammanglar tugmani bosdinglar. Yaxshi, sizlarni tabriklayman. Millioner rahmat, sen kattakon. Wow, mana pullar olay, o'zimning pullarimmi? Yaxshi, lekin tabriklayman sizlarni. Shu tugmani bosdilar. Endi juda ham ko'p pullar yog'iladi. Bo'ldi, bo'lmasam rahmat, bizani aldamaganingga. Voy, nimaga alding? Juda ham zo'r, o'zimning pullarimni o'zim olib kelyapman hozir. Endi bu tugmani bossa bu pulni tugab qoladimi? Voy do'stlar, rostdan bu tugmani bossa pulni tugab qoladi. Do'stlar, rostdan chiqib bo'lish kerak. Bizda bossak paydo bo'ldi, biz yana bosamiz, tugab qolish kerak. Nima? Tomlarda pullar paydo bo'ldi do'stlar. Qolarkan ham do'stlar. Men buni qaranglar, bo'ldi. Hozirchalik to'xtatish kerak emas bu pullarni. Yog'ilaversin bu pullar qishloqqa ketib qo'yish kerak, to'xtatishmaslikni. Qaqqa sig'dirsa bo'ladi, pechkalarganmi? Yo'q, men sandiqimga sig'sa kerak, balkim sig'mas. Davay bo'lmasa hammasini sig'dirib ko'raman. Kakras sig'di do'stlar, kakras oxirgacha meni sig'di. Ana bo'ldi, endi borishim kerak. Ana bo'ldi. Yana pul olsam bo'ladi. Tomdan hozir tomliga chiqish uchun mazni olib kelishim kerak. Hamma tomlada mana qaranglar, pullar. Hozir mazni olib chiqay, ana izni olib chiqdim. Meni tomlidan pul olib chiqaman.
Nima? Wow, mamuni qarayli, pulli ko'pligini. Oho, mamuni qarayli. O, davay, hammasini olamiz, hammasi sig'masa ham. Voy, mamuni qarayli. Voy, rostdan ham biz millioner bo'lib ketdik, milliarder. Qishloqni qarayli, pullar bilan to'lib ketdik. Ey qishloqlar, mamuni qarayli, to'lib ketganni. Oho, Wow, kapon millionerman. Oho, kapon juda ham zo'rman. Trilliarder bo'lib ketdim. to'xtala, buni to'xtatish kerak. Nimaga to'xtatamiz kapon? Pullar ko'p bo'lmaydi-ku axir. To'xtatish kerak. Butun qishloq pulli bo'lib ketsa biz yurolmaymiz keyin bu yerda. Anaqa to'xtatsa bo'larkan, agar biz yana bitta sakrasak to'xtaydi, to'g'rimi? Ha, kapon sakrasak to'xtaydi. Sakraymiz rostdan pullar juda ham ko'payib ketdi kapon. Yurolmaymiz yaqinda qishloqda. Ha, shunaqa deb biz qishloqda yaqinda yurolmaymiz. Shuning uchun bu pullarni to'xtatish kerak. U hamma pul oldi-ku o'ziga yarasha. Bo'pti, bo'lmasa ham do'stlar bilan xayrlashib, qishloq bilan pulni to'xtatishga harakat qilamiz. Chunki juda ham ko'payib ketdi. Millioner shunchalik ham boyman. Davay bo'lmasa qishloqlar sakraylar 1, 2 O, davay sakraylar.